O'rtoq voyinkom, qancha kutish mumkin? Axir bolalarni ham maktabga qabul qilishadi-ku 2 oy yetmasa. Maktabning yo'rig'i bo'lak. Biz ustavga amal qilamiz. Yoshing yetsa, sendan so'ra o'tirmasdan olib ketamiz. Menga qara Husanboy, bir maslahat bor. Haydaralini yana qoldiryapti. O'zing kirib aytib ko'rsang, zora ko'nsa. Bola bechora ezilib ketdi. Ana o'zi turibdi. Bo'pti. Ha, baraka top. Keling Husanboy aka. Marhamat, o'tiring. Hamza, Labay. nega uni urushga yubormaysan? Kutaverib sarg'ayib ketdi-ku. Axir qoidani buzishga haqqim yo'q. Hali 18 ga to'lmagan. Necha marta aytdim, 18 ga to'lsin, hech kimdan so'rab o'tirmasdan jo'natib yuboraman. Bu joy qopti. Bu joy. Shunga ham ota go'ri qozixonami? Urush tugashiga ham oz qoldi. Yetim ekan, nima qiladi o'sini o'qqa tutib. Urushdan keyin ham odamlar kerak bo'ladi. Aytdim, ko'nmaydi. Shu deb bir atagaga kirmasam, armonda qolaman deydi. Juda sadoqatli yigit ekanda. Husanboy aka. Sadoqati zo'r bo'lsa, o'zini shu yerda ko'rsatsin. Chakana frontmi? Hamma yoq bayron. Bo'ldi, foydasi yo'q. Eshitdingmi? Vijdonsiz. Panjangni chopsana, so'tak. Hech qisi yo'q. Chap qo'l bilan ham miltig'o to'rasan. Odam bo'lib qaytasan. Qaytmasang, hech bo'lmasa odamlarning yodida qolasan. Наша авиация продолжала наносить удары по войскам противника на поле боя и уничтожала авиацию на его Sen аэродромах. shu yerda kutib tur. В ночь на 8 сентября наши самолеты бомбардировали Бухарест. Все самолеты вернулись на свои базы. За 6 сентября в воздушных боях на аэродромах противника уничтожено 62 немецких самолетов.